Xabar qilinishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mablag' solgan kishilik huquq elchilari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini qonunlashtirmoqchi bo'layotdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hamkorlashgan, ziyorat qilgan va yordam qilgan organlar, davlatlar va hukumatlarni xotirlagan dokladda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning Sharqiy Turkistonni tashviq qilishidagi kishilik huquq vakili Elna Dohanning o'tgan yili Beijing hukumatining hamkorligi bilan tasdiqlanganligi $2000 bo'lgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharqiy Turkistonda ilib berilgan yuqori darajali kishilik huquq ziyorati harfisida atalmış Sharqiy Turkiston Şinjan Partiyasi Komiteti 10. komitetining 3. qatimliq umumiy yig'inini ochdi. Atalmış Şinjan 48 xarakterli qaror ma'qullandi. Anqarada nurg'unlagan mashhur o'limalar, ommaviy tashkilotlarning vakillari, san'atkorlar va siyosiyonlar VCU prezidentining rahbarlari bir yerga jam bo'lib, Qrim tatarlarining surgun qilinganligining 78 yilligini va 1944-yili 5-oyning 18-kunidagi irqiy qirg'inchilikni xotirladi. Xitoy Savdo ministrligining bayonotchisi Su Yutang mundaq dedi. Amerikaning Xitoyga qo'shimcha tamojna beji amaldan qoldirish Amerika iste'molchilari va korxonalarining manfaatiga uyg'un. Amerika Moliya ministri Janet Yellen ilgari Xitoyga qo'shimcha bir qism tamojna bejini amaldan qoldirishni qo'llaydiganligini aytdi. Amerika, Finlandiya va Shvetsiya rahbarlari Oqsaroyda 3 taraf yig'inidan keyin axborot e'lon qildi. Bayden mundaq dedi. Amerika, Finlandiya va Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga kirishini kuchli qo'llaydi. Bu ikki davlatning qatnashishi Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotini texnik kuchaytirdi. Finlandiya prezidenti Turkiyaning bexatarlik masalasini hal qilishga qo'shilganligini aytdi. Xitoy boshqa savdo yo'lini yo'lga qo'yish orqali Amerikani andishiga selib, bir balvoq bir yo'l turini Janubiy Amerikaga kengaytirdi. Xitoyning Costco guruhi Perodagi Janubiy Amerikadagi tunji portning qurilishini tamomlayotdi. $3 milliard mablag' selinadigan bu qurilish yana Xitoyning cho'ng quruqlikda yangi strategik markaz quradi. Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti harbiy komitetining raisi Admiral Robbolning aytishicha, ularning Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga kirishidan ilgari Finlandiya va Shvetsiyaga ta'minlanadigan bexatarlik kapolati Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining 5-moddasiga o'xshamaydi ekan.